Shohroqdan aytaylik a. O'zimiz yaqinda bir qo'shiq tayyorladik, hali chiqazmadik. Shu yerda endi birinchi aytib beramiz. Akamni Magnet degan TikTokda o'zini kanallariga bor, YouTube'ga qo'ysalar ham akam birinchi bo'ladi dedi. Hozir uylanayotgan kuyov bolalarga bag'ishlangan bir qo'shig'imiz bor. Shuni aytib beramiz. Marhamat. Kayfiyat boshlab turamiz ha. Ko'ngilda qolmayar g'am, baxtli kunda yayrasin, davralarni to'ldirib, kuyov bola o'ynasin. Yarashgandir bo'ylari, bugun sol to'ylari, shirin orzu o'ylari, o'ynasin kuyov bola, o'ynasin, o'ynasin, yayrasın, yayrasın, sinfdosh do'stlar bilan kuyov bola o'ynasın, 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 yayrasın, yayrasın, sinfdosh do'stlar bilan kuyov bola o'ynasın. Go'yo shirin bir tushday, samodagi juft qushday, kuyov bola o'ynasın. Ming suluvning sardori, yonida xaridori, shirin sevgi ozori, o'ynasın kuyov bola, o'ynasın, o'ynasın, yayrasın, yayrasın, sinfdosh do'stlar bilan oynasın kuyov bola, oynasın, oynasın, yayrasın, yayrasın, sanatkor do'stlar bilan olim toy oynasın. Ha! Oynasın, oynasın, yayrasın, yayrasın, davralarni to'ldirib, kuyov bola oynasın. Oynasın, oynasın, yayrasın, yayrasın, davralarni to'ldirib, kuyov bola oynasın. Sağ olinglar, rahmat. Shu yerda premyera qildik.